Excel dasturi asosan nima uchun ishlatiladi? Microsoft Excel dasturi bu jadvallar ko'rinishidagi ma'lumotlarni kiritish uchun, tahlil qilish uchun, hisoblash uchun va vizual ko'rinish uchun ishlatiladigan dastur bo'lib, u asosan ma'lumotlarni boshqarish va hisob-kitoblarni avtomatlashtirish uchun qo'llanadi. Excel dasturining asosiy vazifalari bu ma'lumotlarni kiritish va tartibga solishdir. Hisob-kitoblar va formulalardan foydalanib, oddiy qo'shish, ayirish va tortib murakkab matematik amallar, statistik va moliyaviy formulalargacha avtomatik ravishda hisoblash imkoniyatini beradi. Excel dasturida diagramma, grafiklar chizish mumkin. Ma'lumotlarni yanada tushunarliroq bo'lishi uchun turli xil grafiklardan foydalanish, ya'ni chartlardan, diagrammalardan foydalanish mumkin va buni yaratish Excel dasturida juda ham oson hisoblanadi. Ma'lumotlarni saralash, filtrdan o'tkazish, aylanma jadvallar orqali tahlil qilish imkoniyatini beradi. Makrolar, shablonlar va shartli formulalar yordamida ish jarayonini yengillashtiradi va tezroq bitirishga harakat qiladi. Excel dasturida qayerlarda qo'llanadi? Misol uchun, moliyaviy hisob-kitoblarda, byudjet, xarajat va daromad turli shunga yaqin sohalarda ko'proq ishlatiladi. Statistika va ma'lumotlarni tahlil qilishda Excel bu eng to'g'ri yechim deb men bilaman. Ro'yxatlar va jadval ma'lumotlar bazasini boshqarishda ham Excel ishlatiladi. Hisobot va prezentatsiyalar tayyorlashda ham Excel ishlatiladi. Va asosiysi ilmiy, texnik va tijorat sohalarida ham juda ham keng qo'llaniladi. Xulosa, Excel dasturi asosan hisoblash, tahlil qilish, ma'lumotlarni boshqarish va vizualizatsiya qilish uchun juda ham ko'proq ishlatiladi. Bu ofis ishlarining eng kuchli va eng qulay vositalaridan biridir.